O'zimiz maxito tayyorlashi, o'zimizcha obzorcha qilyapmiz biz. Kimga kelsa shu do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Maxito qanday tayyorlaylar dedi. Bizga kerak bo'ladi. Mana muzlarimiz bor. Ice Cube muzlarni ishlatamiz. Trubchikalar ham bor. Muzdekina bo'ladi. Xullas, bunga solamiz. Mana miyata yalpiz. Voy buni xitchasiga qaranglar, xitchasiga. Va hamda limon tashlaymiz. Limonni maydalaymiz. Maydalaymiz. Endi bunga kerak bizga hozir operator bu yoq kerak. Sirop kerak. Sirobimizni qo'yamiz. Mana Thompson siroplari. Shuni bizda probnigi bor. Qaysi bir ta'mini tanlaymiz. Apelsinmi, miyatami, yagidami, bananmi, probniklar. Qaysi birini? Qaysi biri? Yagida olaylik. Yagida. Ketdik. Siropchamni qo'yamiz. Sprayt olib kelgan. Bu yetmaydi bu. Hozir diyonacha bo'ladi, diyonacha. Ochib bering. O. Sal zo'rroq. Bitta bo'laykan. Ayni biza ishda mana bu narsani biz nima qilganmiz? Tavlaymiz. Mana sizlarga muzdekina maxitocha nimani qo'yamiz? Amni hozir endi buni mijozlarga nimasini degustatsiya boshlaymiz. Eshitib ko'ramiz qanday nima deydi mijozlarimiz. Degustatsiya qilib ta'mini bering, bizga baho bering ta'miga. Ishxonada turib, shunaqa holatdan tahlil qilamiz. Ofisda emas. Hozir Qo'ldan kelgancha sharoitdan tahlil. Mazzami? Ta'mi qanday ta'mi? Dahshat bomba. Bunaqa nolli rangchasi qarang. Buni ta'mi yagida. Listli yagida deyiladi. Kimga keraksa shu videoni do'stlarga jo'natamiz. Kelinglar sizlarga yasab beramiz.